Demak, soliha ayolni qayerdan so'raladi? Birinchi tarbiyali bo'lamizda, keyin qiblaga tavajjuh qilib, tahorat bilan bomdod, peshin, asr, shom xuftonlarni o'qib olgandan keyin, ey Alloh, men qo'limdan kelgancha taqvo qildim. Ba'zida xato qildim, ba'zida gunoh qildim, ba'zida kimgadir qarab qo'ydim. Bilaman, xatolarim ko'p, tavba qildim. Faqatgina menga o'zingni yo'lingda ibodat qilgan soliha qizni nasib qilgin. O'zimga o'xshagan bo'lmasin, men juda bir yomon insonman. Menga yaxshilog'ini nasib qilgin. Fotima onamizdek bo'lsin, Hadicha onamizdek sadoqatli bo'lsin, erini hurmat qiladigan bo'lsin, jannatni istaydigan bo'lsin, senga rasulingga menga qarshi chiqmaydigan bo'lsin. Meni ham ibodatga undaydigan soliha qiz bo'lsin. Ana shunday qizni menga nasib qilgin deb Allohdan so'rang, Alloh ijobat qiladi. Uxlayotganlarning duosini Alloh ijobat qilyapti-yu. Mushriklarning duosini ijobat qilyapti-yu. Bomdodga chiqib g'ayrat qilgan bandaning duosini ijobat qilmaydi. Ayniqsa taqvodor yigit bo'lsa, taqvodor mo'min bo'lsa, albatta ijobat qiladi. Faqat qadamni tashlashimiz kerak.